Tovarlarim Xitoydan bunaqa keladi deb men hech ham kutmagan edim. Bu mini kolonkani ko'rganimda qanaqa kelarkin deb zakaz qilishga rosa ikkilangan edim. Va Allohga tavakkul qilib zakaz qildim qizlar. Haqiqatda bunaqa sifatli keladi deb men kutmagan edim. Sifatlari juda ham yaxshi keldi, ko'rinishlari ham juda ham akkuratni keldi. Bu mini kolonkani zakaz qilib xato qilmaman. Har qanday insonni ham ko'nglidan joy ola oladi. Hozirda sotuvda bizada ikki xil rangi bor, oq va pushti ranglari. To'g'risini aytsam, ikkala rangi ham menga juda ham yoqdi. Ayniqsa tilla rang bilan kombinatsiya qilingani uchun juda ham chiroyli estetikni chiqqan. Qanaqa ishlatishga keladigan bo'lsak, telefonni bluetoothdan ulaymiz. Telefonni ichidagi musiqa, audiolarni bemalol eshitsanglar bo'ladi. Hatto fleshka qo'yib ishlatsanglar ham bo'lar ekan. Bemalol naushnik ulasanglar bo'ladi, kompyuterga ulab qo'ysanglar bo'ladi. Juda ham qulay va oson ekan. O'zini ichida USB simlari, zaryadkalari chiqadi. Xuddi telefonga o'xshab, quvvati tugaganda zaryadkaga qo'yib, to'lganidan keyin bemalol ishlataverasizlar. Isbot tariqasida hozir sizlarga qanaqa ishlatishni ko'rsatib beraman. Connected. تفاصيلي أيامي وسهر في ليلي تسريحة شعري مشاعري صوتها ما كانت بتنامني تغنيلي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد